arzon inomarka qidirayotgan og'inglarga mana shu videoni ko'rmasdan yuborib qo'ysanglar, ancha ham hisobga qolasizlar. Volkswagen Yebora mashina 2020-yil ishlab chiqarilgan, 21-yil O'zbekistonga kelib haydalgan, Xitoydan egalarini o'zlari olib kirib haydagan ekanlar. O'zini yumshoq diska balonida kurgovoy tonirovka ruxsatnomalari bor, luklar ishlab turibdi. Hech qanaqa defekti yo'q ekan, bir qo'l haydalgan ekan mashina. Salon holatlarini ko'rsataman. Salon holatlari yomon emas, hali ham yaxshi stansiyada qarab haydalgan ekan. Holatlari, luklar ishlab turibdi. Texnik hech qanaqa defekti yo'q dedilar. O'zini radnoy probiga 167.745 km masofani bosib o'tgan ekan. Salonning orqa qismi mana kengina bo'lib turibdi. Narxini taxmin qilib turinglar. Agar taxmininglardan ham arzon aytadigan bo'lsam, любой tanishlarga yuborib, like va podpiskaga bosib qo'yasizlar. Multirollarda mashinaning texnik hech qanaqa defekti yo'q dedi egalari ham. Zapas xodda 270 km yoziladi bu mashinamizda. Hozirgi vaqtda qishki mavsumda 150 km yuryapti. Yozda bo'lsa 200 dan oshib yurib beradi deyishyapti. Bemalol kelib ko'rib tekshirib borasizlar. Qulpini o'zi ham mana shu to'zida ekanda, qaranglar. Qo'yilmasizlar. Polni elektropaket. Mana mashinaning holatlari chayilmaganiga e'tibor bermaysizlar lekin. Xullas, kapotini yo'q yog'ida, yo'q yog'ida. Kapotning ichida pitno, keyin krelon ichida pitno, to'g'rimi? Qolgan joylar toza, xudo xolasa. Yo'q bilan bu yoq. Ko'mib ketdim, bu oldinda silib ketgan. Seriozmi dar bo'lmagan? Yo'q, dar. Bor. Ashib keladi yoshlar. Kelib bemalol tekshirib borasizlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bunaqa mashinalarni 1 yil oldin 12,5 mingdan 13 minggacha ham o'zim sotganman. Volkswagen Yebora va hamda yana Yebora. Lekin turishlari ham derskiy deb bu mashinalar bor. Biz bu mashinani 9690 dollarga berib yuboramiz. Qoyilmasizlar, bunaqa narxlar faqatgina bizning kanalda bo'ladi. Bunaqa narxga Nexus olgan bo'larmi deylar yoki bu Volkswagen inomarka mashinamizni olgan bo'larmi deylar. Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'p gapirib o'tirib, sizni ham o'zimni ham vaqtim olmayman. Adminlar nomeri Telegram kanalda, kanalga o'tib nomer olib, bemalol baraka qolishingiz mumkin. Bizda prosta gapmas-da, haqiqatan ham nomiga yarasha yo'q narx kanali. Bosinglar.